Xitayning Fransiyada turishliq elchisi Lu Shayi Fransiyadagi bir televiziya programmasida qilgan so'zda sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib chiqqan davlatlarning egilik huquqining asosiga savol qo'yib, kuchlik diqqat qo'zg'agan edi. U so'zida sobiq Sovet ittifoqi davlatlarining xalqaro qonunlar asosidagi o'rni yo'q, chunki ularning egilik huquqliq davlat bo'lish salohiyatini amalga oshirish to'g'risida bir xalqaro kelishim yo'q degan. Uning bu so'zlari kuchli g'ulg'ula qo'zg'ab ketgandan keyin Xitoyning Fransiyada turishliq elchixonasi va Xitoy tashqi ishlar ministrligi 24 aprel dushanba kuni Xitoy elchi Lu Shayining so'zlarining uning xususiy ko'z qarashi ekanligini ilgari surib, Xitoy taraf barliq davlatlarning egilik huquqi, mustaqilligi va zamin butunligiga hurmat qiladi degan bo'lsa-mu, biroq kuzatuvchilar uning so'zlarining Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy hukumatining maydoni ekanligini bildirishmoqda. Amerika Cornell universitetining o'qituvchisi Xitoycha alohidlikka ega irqchilik mavzuliq maqolaning avtori antropolog Magnus Fiskasyoning radiomizga bildirishicha, Xitoy elchi Lu Shayining so'zlari dal uning rahbari Shi Jinpingning maydonini namoyon qiladi ekan. I believe it reflects what he has taken from his leader, Mr. Xi Jinping in the Chinese Communist Party. He does have meetings with all the ambassadors. He calls them back to Xitoy davlat raisi Xi Jinping odatda o'zining har qaysi davlatlardagi elchilarini chaqirtib kelib bo'layotgan ishlar haqida yig'in ochib turadi. Gerçi bu yig'inlarda nima deyilganligi xabar qilinmasa-mu, ammo biz uni faraz qila olamiz. Xitoy elchi Liu Shayining so'zi uning rahbari Xi Jinping va Xitoy hukumatining maydoniga vakillik qiladi. Because this is what Xi Jinping has been hinting at. Dr. Magnus Fiskasyoning deyishicha, Xitoy elchining so'zi Xitoy davlat raisi Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy hukumatining hozirgi dunyo tartibini buzib, uni Xitoyni markaz qilgan tartib bo'yicha yasab chiqish g'oyasining namoyandasi ekan. Xi Jinping bu ko'z qarashni ommaga ochiq holda bir qancha qatim imo qilgan bo'lib, Magnus Fiskasyo mundaq deydi. When Xi Jinping visited Russia just days ago, he said to Putin when he was leaving, in a very intentional way, he was standing in front of all the foreign correspondents. O texi yaqında Rusiyada ziyoratda bo'lganda Putin bilan ko'rishib bo'lib ayrilgan vaqtida Putinga dunyo hozir 100 yildan buyon ko'rilib baxmagan o'zgarish ichida turyapti. Bu o'zgarishni biz qilyapmiz degan gapni qildi. Putin bu gapga qo'shildiganligini aytdi. Men Xi Jinping bu so'zni planli holda kamera va mikrofonlar bor yerda qildi deb qarayman. Bu Xitoyning dunyo tartibini yangidan tuzib chiqish haqidagi plandan bishorat beradi. Which is something they have been talking about in other formulations. Bu ko'z qarashini ilgari boshqa so'rovlardan bir qancha qatim ishorat qilgan. Rossiyami Sovet ittifoqining yemirilishdan keyin bekitilgan chegarani e'tirof qilmaydiganligini her daim deb kelgan. Uning Ukrainaga hujum qilishimi shu sababdandir. Bu har ikki davlat Amerika va G'arb davlatlarining yetakchiligida qurilgan dunyo tartibiga qarshi. Ular buni o'zgartirish tarafdori. Turkiyadagi Hacettepe Universiteti o'qituvchisi Dr. Erkin Akramov so'zida har qanday bir elchining o'z davlatiga vakillik qiladiganligi, shuning uning so'zini shu davlatga vakillik qiladi deb qarashga bo'ldiganligini aytdi. Har qanday buyuk elchilar davlatini tamsil qilib, chet elda elchiligini qiladi. Shuningga buning gibini hukumatning gibi yoki hukumatning siyosati deb ko'rsakmi bo'ladi. Bo'libmi bu Lu Shayininki Kanada buyuk elchiliği de ishlayotgan vaqtida nurg'un gaplarni degan, ammo tashqi ishlar ministrligi tarafdan taqdir olgan. 2019dan keyin Fransiya elchisi bo'ldi. Bu yerda shu Xitoyni qo'g'dab COVID-19 virus masalasini qo'g'dagan chog'da yana Xitoy tashqi ishlar ministrligi tarafdan taqdir oldi. Agarda shu buyuk elchi Lu Shayi agarda Beijingga almashib ketsa, demek ki hükümet bundan narazı oldu deb ko'ramiz. Agarda elçiliğini devam qildigan bo'lsa, demek ki hükümet bunu qo'llayotdi va degan gibimi Xi Jinpingning ideyasi ya da onunki tushunchasininki bir xil ifodasi deb o'ylasak bo'ldi deb o'ylayman. Xitoy hukumati Rossiyaning Ukrainaga qilgan tajovuzchilik urushini hozirgacha ayblamagandan sirt, Rossiya bilan iqtisodiy va savdo munosabatlarini uzluksiz kuchaytirib kelmoqda. Rossiyaning Ukrainaga qaratgan tajovuzchiligi Rossiyadan ayrilib chiqqan va Rossiyaga qo'shni davlatlarning egilik huquqini xavf ketib, ularni qattiq sarasimga solgan bir paytda Xitoy elchining bundaq bir so'z qilishi 1991-yili Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin mustaqillikka erishgan davlatlarning hamda Yevropa ittifoqidagi davlatlarning kuchli tanqidiga duch kelgan. Ukraina, Moldova, Fransiya, Germaniya,
Çex va Yevropa İttifaqı əməldarları Xitay elçinin sözlərini bəs-bəs tənqidləgan. Bundan başqa Baltiq dövlətləri bolğan Litva, Latviya, Estoniya qatarlıq dövlətlər öz dövlətidəki Xitay diplomatlarını çağırtıb bu sözgə izahat berishini talab qildiganligini bildirishgan. Diqqət qo'zg'aydigani Xitoy elchisining so'zlariga sobiq Sovet ittifoqidan ayrilib chiqqan O'rta Osiyo Turkiya Jumhuriyatlarining hukumatlaridan hech qanday rasmiy inkos kelmagan. Qirg'izistonlik siyosiy analizchilardan Rahimjon Hapizov apandi radiomizga qilgan so'zda O'rta Osiyo davlatlarining Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatlari bak cho'nqur bo'lganlikdan buningga ochiq ifoda bildirilmagan bo'lishi mumkinligini aytdi. Bunun sebebini bilseniz, bu Merkezi Asya'da müstakil devletler Rusya'nınki iktisadi, siyasi tesiri köp bulağı. Xitay'nın kısık. Çünkü o çıktı cevap vermeydi. Oşundaqla Xitoy elchining so'zining Xitoy hukumatining O'rta Osiyoda qurilgan Turkiya Jumhuriyatlari haqidagi ko'z qarashini ifodalab berdiganligini bildirdi. O mundaq dedi. Xitoy hukumati buni ochiq demisimi, biroq u boshdan beri Turkiya Jumhuriyatlarining qurilishidan bearam bo'lib kelgan. Rossiya ham shundaq. Ular hech qachon yurigidan bu davlatlarni e'tirof qilib boqqani yo'q. Xitoy elchining so'zi dal shuni ifodalab berdi. Doktor Magnus Fiskesyoning deyishicha, O'rta Osiyo Jumhuriyatlari Xitoy elchining bu so'zlaridan qattiq cho'chigan bo'lishi muqarrar bo'lsa-mu, ular ham Rossiyadan, ham Xitoydan ehtiyot qilib, buning inkos bildirmagan. I think they're afraid of both China and Russia, and I think they're probably panicking because when they see a Chinese ambassador talking like this, like he really means it, that Mənçə, Fransiyadakı Xitay elçinin Sovet ittifaqıdan keyinki dövlətlərinin egilik hüququ haqqındakı sözü Qazaqstan, Tacikistan, Özbekistan qatarlıq O'rta Osiyo dövlətləri üçün tolumu xətərli. Ular mənçə bu sözdən qattiq ciddiləşdi. Amma ular bu iki dövlətdən ehtiyat qılıb sükutda turishni tanladı, deb qarayman. Xitay bilan Rusiyaning mavjud xalqaro tartiblarga bo'lgan qiziqishi va bog'lanishni yo'qotishi Əməliyyatda bu dövlətlər üçün intayin xətərlik kəlgüsüdən dərək beridi. Rahimjon Hapizov apandi Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq davlatlar hukumatlarining aslida Xitoy elchining so'ziga darhol inkos qaytarib, uningdan izohat talab qilishi lozimligini aytdi. Boshqa paytlarda haqiqiy mustaqil davlatlar bo'lgan bo'lsa, shuni amalsiz qilmaslikni, shuni ko'tarib chiqish kerak. Qanday tushunmaymiz? Masalan, qanday tushunish kerak degan savol berish kerak. Bundan so'rab qilmaydi. Haqiqiy mustaqil davlat bo'lgan bo'lsa, buni dakti. Shuni bir nimasi, bir isboti. Mashada Rossiya bilan ayniqsa Xitoyning o'sha markaziy Turkiy istiqbolda bo'lgan iqtisodiy, siyosiy ta'siriniki cho'ng bir isboti deb o'ylayman. Bu yana hozir bu davlatlarning diqqatining Rossiya Ukraina urushining natijasiga buralganligini eskartib, agar bu urushda Ukraina g'alaba qilib Rossiya yengilsa, O'rta Osiyo Turkiya davlatlariga foydali bo'ladi. Agar undaq bo'lmaydi ekan, bu Turkiya davlatlarining istiqboli yaxshi bo'lmaydi. Xitoyning ta'siri texmo kuchaydi, dedi. Xitoyning Fransiyadagi elchixonasi vaqadan keyingi bayonotida Xitoyning Sovet ittifoqi parchalangandan keyin paydo bo'lgan davlatlar bilan tunji bo'lib diplomatik munosabat o'rnatgan davlatlarning biri ekanligini eskartgan. Xitoyning bu jumhuriyatlarning egalik huquqiga hurmat qilganligini ta'kidlagan edi. Biroq doktor Erkin Akramning deyishicha, Xitoy tarafining bu inkosi O'rta Osiyo jumhuriyatlarini ozroq xotirjam qismi, ammo bu ulardagi andishini yo'qotishga yetarli emas ekan. Shunga u O'rta Osiyo davlatlarining Rossiya va Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshi bartaraf qilish bilan birga hozirgi mavjud xalqaro tartibning qo'rg'uvchisi va qo'g'dug'uchisi bo'lgan g'arb davlatlari bilan aloqasini yaxshilashi lozimligini aytdi. Bugungi xalqaro munosabat va xalqaro qonun, xalqaro kelishimlar hammasi g'arbliklar bo'libmi Amerikaning boshchiligida 2-Dunyo urushidan keyin qurib chiqqan. Ya'ni bir davlatni to'nib-to'nmasligi yine bu g'arbliklarning qurgan bu sistem bilan, tuzum bilan kapolat qilindi. Shuningga bu g'arb davlatlari bilan yaqinlashgan vaqtida hozirgi men degan kapolatni paydo qila oladi. Bu jihatdan deganda hamda O'rta Osiyo davlatlar bu qolgan davlatlar bilan, g'arb davlatlari bilan, shundaqla boshqa davlatlar bilan munosabatni taraqqiy qildirish balki o'zining qo'g'dab qilishiningki bir yo'li deb o'ylayman.
Doktor Magnus Fiskes Yoapandimo sözüdə O'rta Osiyodagi davlatlarning, mundaqcha aytganda kichik davlatlarning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sistemasidagi xalqaro qonunlarga har qanday vaqtdagidan bak ching esilishi lozimligini aytdi. It seems to me the only way out is to support the international system under the UN. Mencha bu davlatlarning birdan-bir chiqish yo'li Birlashgan Davlatlar Tashkiloti sistemasi asosidagi xalqaro qonunlarni qo'llash va uningda ching turishdir. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning qonunlari cho'ng davlatlarga qaraganda kichik davlatlar uchun texmi muhim. Chunki cho'ng davlatlar xalqimni qilaman, zo'migarlik qilaman deydi. Ammo kichik davlatlar unda qila olmaydi. Shunga kichik davlatlar xalqaro qonunlar asosida o'zini qo'g'dashga texmi bak ehtiyojli deb qarayman. Nyu-York vaqti gazetida e'lon qilingan Steven Erlingerning bu vaqtdagi maqolasida aytilishicha, Xitoy Rossiya bilan diplomatik va savdo aloqasini qattiq kuchaytirayotgan hamda yana ikki davlat munosabatini chegarasiz hamkorlik deb tasvirlatgan bir sharoitda Xitoy elchining bunday bir so'zni qilishi Yevropa davlatlarining Xitoy haqidagi gumonini yanada kuchaytirishi mumkin ekan. Chunki yaqindan buyon Yevropa davlatlari rahbarlari Xi Jinpingning Ukraina urushini to'xtatishda vositachi bo'lishdek umid bilan Xitoyni orqadan ziyorat qilgan bo'lsa-mu, biroq yuz berayotganlarning hammasi buning aksini ko'rsatmoqda ekan.